Başki, Oturaki, Ulanmaki, Yalğızki, Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetuvaptı Savut Bay. Keklikede neygi mağdınız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sınay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni bir tal toң tezek. Ki keli kel. Ki közi köz. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Ki keti ket. Mi meni men. Ketmen. Mekke. Tep koşulsa mektep buludu. Ki mek. Tepi tep. Mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki ik. Ki iki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük örük. Örük. Mal kamal. Kemek. Tep. Ke. Ti ve ava ti de udu kitivatıdu. Kamal mektepke kitivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke maldım. Somkanğa kempüt ve başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekni ep çıkıp bəgin. Kavlanın düğügü soku yiyibitey. Mektepten baldırak qaytıp gelgin ha? Opa, karotimni retlik yığıştırıp ettim. Emdi mamısam keçikip kalı men. Xotin, o'g'limiz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? U maktabdan kelsa, ketmanni ilib orqo'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'tayli. Boludu, yürüsülah bir dem aram ele ölüp andın çıksılah. O kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xabsanlarni men aldandim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qila olaytding? Mana misa? Neymiş qorusizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Uni qattiq ura. Ana do'ppangni. Aqling bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Qap, men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal texi hiç qaytib kelmaydi. Menmi ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hanim bo'lsa qaytib kelibsan, sendan ansirab turgan edim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni shunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emasdi. Raskab qil. Sangzadın nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xush xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga ko'yinganda ko'yindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'in Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketdi, ha? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qitim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldinda to'limi xijilma. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman.